Ko'pchilik kutgan Potov videoga open pack qilamiz do'stlar. Mana вообще четкий national Potovlar kelgan. Wow, просто wow. Четкий Potovlar. Xohlasak 4 ta, xohlasak 3 ta ham ochamiz. Birinchisi bizga kerak bo'ladigani mana bu Arluven Chouameni. Четкий Fransiyadan. Yakir, ya'ni Anchorman stilida chiqqan futbolchi. Statistikasiga bir nazar solamiz. Pasdan tortib pasigacha ekan o'zi. Pasdan tortib himoyagacha va dastiva udar ham bor ekan. Одиночный control, pas nahot, pas в разряд, вообще hammasi bor do'stlar. Ikkinchi kerak bo'ladigan o'yinchimiz bu Messi emas, Messi umuman kerak emas. Bu Kevin De Bruyne. Napoliga o'tib ketdi, kreativniy playmaker, dribling xislatlari, pasnizm, вообще hamma narsa bor, realizatsiya, даже agressiya nimalariga ham bor ekan, kreativ va ataki, ya'ni o'sha booster beradi kreativ va atakiga, double touch, dalni udari, вообще hammasi bor ekan. Uchinchi kerak bo'ladigan o'yinchi bu Reis James. Naveslarni qaranglar va himoyachiga podkrutka bo'ladi. Naves bo'lgandan keyin podkrutka ham bo'ladi. Mana Naves ekan. Tinchlik kontrol yana bor ekan. Va bizga kerak bo'ladigan yana bittasiga qiziqdim. Bu Messi Depay. Qilib o'tiribdi, atvaga ship forward driblingdan tortib realizatsiyagacha bor ekan, balanslari ham yaxshi ekan. Kerak bo'ladigani Merino, lekin hayron qoldim. Hujumga ham, sentralniga ham o'ynagan. Men bu David Raum umuman ko'rmagan защитникim ekan. Bu ham bo'ladi, normalniy. Hozir bittasini ochib ko'ramiz. Qani go. Hozir ochamiz, admindan bosamiz, bosamiz. Qani. Kim? Va bu Manuel Akanji. Futbol 2026 ga kelib mayda mana shu animatsiyasi boshqacha bo'ldi. Srazu aytib boribdi. Screenshot ham olib qo'yamiz. Kerak bo'lib qoladi. Akanji tushdi. Ikkinchisi qanaqa usul qilmasdan va Bruno Guimaraes. Eshituvdim, Amorim bilan bu futbolchi 99 bo'lar ekan. Chiqsa yo'q, baribir sostavga kira oladi. Potov sostaviga propustit bosam. Bruno Guimaraes statistikasiga qiziqamiz. Box to box ekan. Driblinglari yaxshi, paslari ham yaxshi, защита xislatlari ham yaxshi. Marselskiy ruletka, yana nimalardir bor ekan. Ikkinchisi va bu James Reis. James tushdi. Reis James. Va hozir yana oxirgisi va David Raum tushdi. Levi polzashitnik, Levi zashitaga ham o'ynar kan. Mana bitta xohlaganimizdan bittagina Reis James tushdi. Va qiyinroq ekan ismi. Oldin ham bilaman, qiyin ekan ismi. My komandaga o'tamiz, plan Y-dan Potov sostaviga o'tamiz. Potovdan bunday qilib filtrdan tip karti trendiga o'tamiz. Mana James kimni o'rniga qo'yamiz buni? Kimni o'rniga qo'ysak? Thiago Silva 101 bo'lar ekan. 101 bo'lishini kutmadim. 101 bo'lar ekan. Yaxshi. Va bu ikkinchisi Bruno Guimaraes. Kimni o'rniga qo'yamiz? Zambo Augustianni o'rniga qo'yib qo'yaylik. Va sostavga kiradi.
oppoza qilib qo'yamiz, chunki oporni bo'lishi kerak. Va bu Manuel Akanji 99. Men bu dash hozir 96 ham bo'lib qolishi mumkin degandim, 98 bo'ldi, 5 ta kuchaydi. Specialist Naves Sam stiliga ega futbolchi. Naves 91, Podkrutka 93. Просто super ekan. Jamesda Podkrutka bilan Navesni ko'ramiz. Naves 94, Podkrutka 90 dan oshibdi, maksimal effekt beradi. Yana Manuel Akanjini ham ko'rib o'tamiz do'stlar. Narashivani, ya'ni build up. Naves paslari normal, xislatlari bo'ladi chidasa. Xullas, videomiz yakunlandi. Hammaga rahmat. Ko'rganlaringiz uchun like bosib, kommentariy yozib keting. Keyingi qismini ham chiqaramiz potovlarni. Hammaga xayr.